Neksiyana davam hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2022 yıl 3. ayının 5. günü, 2. ayına dedim, 3. ayının 5. günü geçelim. 3. ayının 5. günü. Endiki leksiyamında Xi Jinping Vladimir Putin'ni hareket keltirdi mi? Sabık devlet işlakatı ve agahlandırış berip mındaq ko'rsatdi. Amerika çoğun hareket başlaydı. Mavzulu haber 3. ayının 4. günü Venvitor biti ilan kılındı haber mındaq başlandı. Sabık devlet işlakatı Mike Pompeo to'g'ridan-to'g'ri mındaq ko'rsatdi. Jungo Kom partiyasi boyun tavlı qilib Rossiyaga yordam beradigan bo'lsa, kelar qatam iqtisodiy embargo qiladigan obyektga aylanadi. Rossiya Ukraina urushi davomlashyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jungoning raisi Xi Jinpingning birlashma bayonot NATOning sharqiy kengayishi hamda Jungo bilan Rossiyani kechiringlar, haqiqiy demokratik dunyo tartibini tiklaydiganligi to'g'risida to'xtalib, sabiq davlat ishloqati Mike Pompeo 3. ayının 4. günü Tayvanda muxbirning ziyoratini qabul qilganda agahlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar Jungo bo'yintovli qilib Rossiyaga iqtisodiy yordam beradigan bo'lsa, kelar qatam iqtisodiy embargo qiladigan davlat obyektiga aylanadi. Jungo bilan Rossiyaning harakatlari diqqat tortmoqda. Sabık devlet işlakatı Mike Pompeo muxbirning savoliga javob berib mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning o'tgan yil kuzdagi harbiy o'rinlashtirishlardan ko'rib olishga bo'ladiki, Xi Jinping buni, ya'ni Ukraina urushini biladiganligiga ishonishga bo'ladi. Jungo bexatarlik komitetida Jungo bexatarlik komiteti Rossiyani ayblaydigan chaqda huquqidan voz kechish bileti tashladi. Mike Pompeo, sabiq davlat ishloqati Mike Pompeo to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping Tayvanga ham shundoq qaraydi. Tayvanliklar har kuni o'ziga xos turmush ko'chirayotganda, erkin demokratik turmush ko'chirayotganda Xi Jinping buni ko'ra olmaydi. Xi Jinping Vladimir Putin armiyasining Ukrainaga tajovuz qilganligini ko'rib turdi. Mustabidlar uchun aytganda demokratik turmush shakli va erkin turmush shakli mustabidlarning yo'lini cheklaydigan turmush shaklidir. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Bu qatam butun yer sharining Rossiyani embargo qilish iqtisodiy jihatda, tashqi iqtisodiy iqtidoriy jihatda bo'ladi. Shunga Rossiya bir-biri Rossiyadan yordam talab qiladi. Shunga Rossiya Jungo bir-biridan yordam talab qiladi. Xi Jinping Rossiyaga iqtisodiy yordam berishi mumkin. Mike Pompeo agahlantirib mundaq ko'rsatdi. Sabiq davlat ishloqati Mike Pompeo agahlantirib mundaq ko'rsatdi. Jungoning ko'rib olishini umid qilamizki, Rossiyaga iqtisodiy yordam berish to'g'ri yo'l emas. Agar Xi Jinping bo'yintovlik qilib Rossiyaga iqtisodiy yordam beradigan, kelar qatam Jungoning banklari pul muomala sistemasi embargo qilinadi. Jungo bo'yintovlik qilib Rossiyaga iqtisodiy yordam beradigan dalmi shundaq paytda, masalan Rossiya Ukraina urushi bo'layotganda, masalan shundaq deymizda, iqtisodiy yordam beradigan, undaqda kelar qatam Jungoning banklari va pul muomala organlari sistemasi boykot qilindi. Embargo qilindi. Leksiyana jeni müşahede vatandaş.